Rossiyadagi eng yirik harbiy chaqiruv yigitlar orasida qo'rquvni kuchaytirmoqda. AQSh bilan Ukrainadagi urushni to'xtatish bo'yicha muzokaralar davom etayotganiga qaramay, Rossiya ichki hududida umumiy harbiy xizmatga chaqiruv e'lon qilindi. Ukrainaga qarshi urushda 100 mingdan ortiq rus askarlari halok bo'lganligi sababli Moskva harbiy xizmatchilarining hayotini qiyinlashtirmoqda. 1-aprel kuni Rossiyada 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan 160 ming nafar harbiy xizmatchini jalb etish maqsadida yangi muddatli harbiy xizmat boshlandi. Bu 2011-yildan buyon eng yirik chaqiruv bo'lib, prezidentning o'tgan yilgi qurolli kuchlarni 2,5 million kishiga yetkazish haqidagi farmonini bajarishga qaratilgan. Ba'zi yigitlar ko'pincha harbiy xizmatdan qochishga harakat qilishmoqda, ammo Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi hal qiluvchi pallada turgan bir vaqtda raqib tomonlar tinchlik muzokaralarida g'olib bo'lib ko'rinishga astoydil harakat qilishmoqda. Masalaning alohida dolzarbligi ham shu aslida. Rossiyada ko'plab o'smirlar va yoshlar hukumatdan yashirinishga majbur bo'lishmoqda. Maqsad bitta: urushda halok bo'lmaslik. Huquq himoyachilarining ogohlantirishicha, ushbu vaziyatda nazorat juda qiyinlashadi. Ammo urushga yoshlarni yuborish ham demografik indekslar uchun juda yomon natijalar olib keladi. Ilgari harbiy xizmatga chaqirishning eng yuqori yoshi 27 yosh edi. Bugun esa ushbu yosh 30 etib belgilangan. Bundan tashqari, mamlakatda endilikda chaqiruv komissiyasining qarori chaqiruv tugaguniga qadar emas, balki 1 yil davomida amal qiladi. Demak, chaqiruv qog'ozini olganingizda shunchaki kelmay qolish, ketish oson emas va shuni alohida ta'kidlash joiz. Yana bir katta o'zgarish shundan iboratki, ular harbiy xizmatga yaroqsiz bo'lganlarning kasallik ro'yxatini qayta ko'rib chiqishlari ham mumkin. Avvallari jahon urushlari davrida frontga yuborilmaslik uchun odamlar barmoqlarini kesib, rus tilida aytganda negodin, ya'ni yaroqsiz degan sertifikat olishardi. Endilikda bunday holatlarga sun'iy ravishda yo'l qo'ysangiz ham javobgarlikka tortilasiz. BBC va Mustaqil Rossiyaning Media Zone nashri tomonidan tuzilgan ochiq manba ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yildan beri 100 mingdan ortiq rus askarlari Ukrainada halok bo'lgan. Muddatli harbiy xizmatga chaqiruvchilarning texnik jihatdan front chizig'iga joylashtirilmasligi kerak bo'lsa-da, chaqiriluvchilar Ukraina bilan chegaradosh hududlarga, jumladan Belgorod va Kursk viloyatlariga joylashtirilishi mumkin va shu sababli nazariy jihatdan bu hududlardagi jangovar harakatlarda qatnashishlari ham mumkin. 2022-yilda keng ko'lamli urush boshlanganidan beri Rossiyaning Kursk va Belgorod viloyatlari bombardimon va transchegaraviy reydlarga uchragan. Agar kimdir mudofaa vazirligi bilan aloqaga chiqsa, u ertami kechmi jangovar harakatlar orasida qolib ketishi aniq, deydi rossiyaliklar. Har qanday chaqiriluvchini yuborish istalgan vaqtda, hatto o'zingiz bilmagan holda ham shartnoma bo'lib chiqishi mumkinligi haqida gapirmasa ham bo'ladi. Ma'lum bo'lishicha, yaqinda mamlakatning Chelyabinsk viloyatida mahalliy prokuratura kamida 13 nafar chaqiriluvchining o'z nomidan shartnomalar noqonuniy imzolanganini tan olib, ularni urushga yuborishga buyruq berilganiga guvoh bo'lishdi. Vijdonli raddiyachilar harakati vakili Mikhail Liberov Al Jazeera telekanaliga bergan intervyusida kimdir chaqiruv qog'ozi olishi haqiqatda jangga kirishish ehtimoli 1% dan kam bo'lsa-da, har qanday chaqiriluvchi istalgan vaqtda u yoki bu marosim ostida shartnoma imzolashi, rasmiy askar bo'lishi va shu zahotiyoq frontga yuborilishi mumkin deya ta'kidladi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, hatto prokuratura ham komandirlarning harakatlariga harbiy xizmatchilarni noqonuniy shartnomalar imzolashga majburlashga yordam bermoqda. Shu o'rinda ta'kidlamoqchimiz, xorijdagi vatandoshlarimiz va millatdoshlarimiz urush ustida berilgan har xil va'dalarga ishonib qolmang va hech qanday shartnomalarga rozi bo'lmang. Zero hayotingiz har qanday shartnomadan ustun. Boshqa mamlakatlar hududida kechadigan urushlarda qatnashganlik uchun qonunchilikda jiddiy jazo choralari mavjud. O'zingizni, o'zingiz va yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling.